Assalamu alaikum, bizning kanalning ko'ruvchilari. Tuğanlar bugun No'qatdagi Jilqi bozordamiz. Jilqi bolalarni sizlar bilan bo'lishib o'tamiz. Mana bu yerda bog' oldi. Aka, qaysi bog' oldi? Nolbi? Qancha berdingizlar? 110 ga. Olindi u. Yo'q, bog' oldi. Bog' oldi. 110 ga bermaydi. Yosh qanday ekan ham? 3 osi. 3 osi. Yaxshi. 110 mingga. Surat bir tuğanlar bunlarga. Öte güçlü. Yerisi kim eken bunlar? Allah Allah. Şapka. Topu var. Dostluğu kanalda. 110 binge bağlı olacaktı tuğanlar. Çok güzel. Bunlar beyleri daha tartıdan. Beyler kimden eken? Bu kança kendi odası? 400 ming so'm. Yaşı qanday bo'lib qoldi? Yaşı 3 kun to'ldi da. Parada bir qo'lni olib qoldim. O'zini sotiladi. O'zi sotiladi. Hozir qisir bo'shanda. Endi keyingi yil sotiladi. To'xtadi, biroq Allohdan yaxshi tartib qo'yib to'xtadi. Maka. Bu sizlar emas bu? Bu paradasi qanday bo'lib qoladi aka? Rossiyskiy bo'lish kerak u. Rossiyskiy. Telefon aytgan aka, qoldirib qo'ying. 26 menen. Şu numarayı baylanışıp duruşta tuğanlar. Bulacaqın esi yok ekan, bul daha beğenler tuğanlar. Rossiyskiy beğen. Жақсы. Qo'shqo'rg'onga juratgan tuğanlar manavi. Janaga bog' bo'lib qoladi. Жақсы. Majadan жақсы otlarni tartayan tuğanlar. Qanchada odasiz buni? Taqsir. 200 ming so'm bunga. Yash qanday bo'lib qoldi ham shunda? Oltirash. Maşallah mana. Bu qora bayralar jilqi bo'lsa kerak. Aralashganmi? Mana 200 ming deyapti to'g'onlar. Telefonni aytmaysiz. 559 ming 94 0027. Shu nomerga chalib ko'rasizlar to'g'onlar. 200 ming so'm ekan. Poltarashka ekan. Yaxshi. Mana yerda dag'i qancha ekan bu be? 180 ming. Yash qanday bo'lib qoldi? 180 ming so'm deyapti nimaga? Bo'z be bu? Qisir be? Mana qisir ekan to'g'onlar. Jali polvon. Jurat to'g'onlar. No'qatdan suymaga. No'qatdan nimasi da deb qo'ysak bo'ladi. Oldincha. Mana Qashqonning bosi qancha ekan endi? Qashqonning bosi qancha dedi aka? Qancha? 300 ming so'm. 300 ming so'm deyapti unaga. Jashicha aka. 2. 2 osibiji 2. 2ga to'ldi u. 2ga to'ldi, 3 o'lchadi. Mana. Ko'rtasizlar to'g'onlar. Mana. Like bosinglar, like bosib, bizni qo'llab turingizlar to'g'onlar. Mana. Yosh o'spirinlarni tortayın to'g'onlar. Yaxshi. Qancha ekan bu bo'lsa aka? 250 ming so'm. Maşallah. Bunlardan bilaga chiqdi ya. Bu yash qanday bo'lib qoldi aka? 2ga to'ldi. 2ga to'lma. 250 ming so'm. Kemi bor ekan to'g'onlar. Bu qayoqdan kelib qolgan shunda? Rossiyadan kelganmi? Yaxshi, Rossiyadan kelib to'g'onlar. Bo'yi da biy ekan. Telefonni aytganda aka. 0220 98 98 11 11. 11 nomerga chalib ko'rasizlar to'g'onlar. Mana. O'ta yaxshi otlarning biri ekan. Mana yerda dog'i. O'ta cho'ng. Ot turib desek de bo'ladi. Qanchada otasan taqsir? 250 kem bor. 250 ming so'm mana. Yash qanday bo'lib qoldi? 8. 8 yashar. Bavul oldimi? Qancha berishdi? 25. 225 mi? 125 ekan mana. Çok şey. 125 mi son berdi to'g'onlar? Mana.
Ressegen. Mına қашқан тартып өттім. Дағы дәрі лайк басылықты, лайкты басып қолдап тұрыңыздар. Мына жерде дағы өте күшті. Жақсы. Тұр. Келіп тұр. Бұл жаш қандай екен? Жаңасы бұл. Сіздікі бар? Қаншада отасы екен? 250. 250 миң сом. Жақсы. Жаңасы екен туғанда. Салам екен. Жақсы. Телефон қалтып қойасыз ба? Нөмірі нечіде? Мына. Мына жерге не болады екен акалар? Канализация ба? Чұқылап қойып тұр ба? Чұқылап қойып тұр туғандар. Не болады екен? Түшініксіз. Жақсы да, мына жақтан да тарта берейін туғандар. Аяғынша көріп тұрмыздар, лайктан басып, каналға қатталбағандар қатталып дегендей. Жақсы. Бүгін ұшын аттар келіп тұр. Сізден бәк ал? Басын қанша таудасың? 250 миң сом. Жаш қандай болып қалды әмді? Құнан ба? 2 жашар екен мұнаға. Құнан. Бұл продасы қаяқтан кен? Қаяқтық екен? Арғын оқшайды. Жақсы. Телефонды айтып қойасыз ба андaka? Телефонды. 555 мыңнан. 09 29 11 номерге чалып көресіз. Атасы Европа. Енесі Қарабайыр? Жоқ, енесі Арғын. Арғын да? Машалла, мұнаға. Базар қанша өрді әмеке? 230, 200 мін берді. Жақшы. Мұнаға. Ассалам алейкум әке. Торынды қанша даудасыз? 500. Машалла, мәке 500 мін сом атты қараңыздар. Жаш қандай болып қалды? 7 жаша. Қандай өнерлер бар әке? Ұлақ үйірі бар. Базар бау берді? Берелек. Жақшы. 500 мін сом атты көрдіңіздер туғандар. Bir porterдің бұл ген. Қараңыздар. Жақсы, жақсы. Не қылалды? 500 мін ат. Салам алейкум әке. Қанша додас әке? Сізді 500 мін? Машалла, 500 мін сом әке. Парадасы қандай болып қалды әке? Арғын. 500 мін сомда аттың әке туғандар. Жақсы, жақсы. Қанша екен әмін бағасы? Жаңағы бау болып қалады ұқсайды. Жерде қашқан қанша додасы екен? 150 мін сом. Машалла, жаш қандай екен? 6 жашар. Іші бар екен? Іші бар екен туғандар. Үйіріделі болса керек. Ұлағы ше? Ұлағы бар екен туғандар. Телефон номері қалтырып қойыз. Егерде қызыққандарға. Telefon жоқ па? Maşallah мұнаға. Телефоны жоқ екен туғандар. Болды, болды. Молда. Қанша дода да келсін? От кімден әке от? Қанша додасы әке? 160 мін сом мұнаға. Жаш қандай оқшы? Күшті. Машалла. Сын өзгөчө екен туғандар мұнаға. Сізден ба та? Жақында да үйреттік бұны. Базолы. Базолы да? Машалла мұнаға. Парадасы қандай болып қалды әмеке? Российский екен. Российский. Телефон айтың анда ке? 708 менен. 708 менен. 31. 31. 17 77. Ушул номерге байланыш бересиз. Кем болот? WhatsApp болады да. Кем болот? Кем болот сүйлөшөбүз. WhatsApp номери да бар екен туғандар. Қанша додасы бар? Жақсы аткен туғандар. Өте качкис. Жақсы, жақсы.
Qancha yashar bu? 5 yashar bunaga. Boğaz qancha boğazı? 120 ming so'm bunaga. İşi bormi? Ulog'ida bo'lsa kerak. Ha, bor ekan to'g'onlar bunaga. Yaxshi. Telefon nomerini aytasizmi da? 06 Aha. 04 28 02. 04 28 02 nomeriga chalib ko'ratkazsizlar bunaga. Yaxshi. Mana. Men hozir beylerni da tortib o'taman to'g'onlar. Ha, beyni esi yo'q ekan. Kaç. Kiyim vardı mı? Bu be Sadrat aka. Sadrat. Kulun erkek be. Erkek kulunu. Qancha tug'ani be aka? 3 tug'an. Qanchada o'tasiz ham bosim? 110 ming so'm. Maşallah. Bozor qancha berdim aka? Sir bozor. 80 ming, 85 ming berdi atgan. Telefonni aytganda qiziqqanlarga chalib aytmaysizmi? Bo'lmadi. Telefonni aytmayotgan to'g'onlar. Amma yerda da bir turib to'g'onlar. Beni qanchada o'tasiz aka? Beni 100 ming so'm. Qanchani tug'an aka? 6-chi bolasi. Urg'ochi-mi? Urg'och ekan tug'anlar bunaga. Qanchada o'tasiz? 100 ming so'm bo'lyapti. $1000 ödersiz ekan tug'anlar bunaga. $1300 bo'lib qolib. Do'stov kanal. Vallahi. Bugün uşular kirib turdi ona, taylar, beyler degende. Bu erkek de şunda. Qanchada o'tasiz sen bunu? 60 ming so'm. 60 ming so'm. Jash qanday bo'lib qoldi ekan? Oltirashga. 60 ming so'm. Bozor qancha berdi aka? 49 ming so'm. 49 ga. So'rab turman aka. Berdim deydi. O'zda qilmagandaydi. Yaxshi. Bozoringiz bersin aka. Majerdan ayog'ini necha ko'rib turibsizmi aka? Ya beni qanchada o'tasiz aka? Taqsir. 120 ming so'm aka. Qo'lini urg'och ekan. Qanchani tug'an ham aka? 4 ta tug'an. 4 ta tug'ib turibman aka. 120 ming so'm. Qancha yosh bo'ldi aka? 2 yashar. Qaysi kanal? Boz qanchada o'tasiz aka? Qaysi kanal? 100 ming so'm bunaga, maşallah bunaga. Bu paradoks qanday bo'lib qolsin? Qorabayir. Maşallah bunaga. Telefonni aytib qo'yganda. Telefon yo'q aka. Yo'q a? 70 mana. 36 20 nomeri chalib ko'rasiz bunaga. Pony bog'ol tortib aka. Pony qancha chiqdi aka? 400 dollar. $400 chiqdi deydi mana. Qochingizni bir ko'raylik. Qancha bo'ldi taqsir? $500. $500. Qaysi kanal? Bu do'stov kanali. Pony erkek ekan? Erkek. Urg'ochi ekan. Kim bo'ldi? Men O'zbekistonda o'xshaydi. Buradan $400 tutadi. Bermaydi. 24 ming. 24 ming qo'yishmi? Hozir bu 1000 ekan-da. Minsa bo'lar ekan qana. Bir minib ko'raylik to'g'onlar. Shu bozordan ichida. Aka. Assalomu alaykum aka. Qayerdan keldingiz? O'zbekiston, qayerdan keldingiz? Farg'onadan keldim.
Maşallah aka. Bedaga olib ketganmidingiz aka? Jalg'on aytmasam, bundan yerdan, ha? Ha, boshqarsizmi? Birinchi kelishim. Ha, do'stlik kanaldan ko'rasiz ekan. Bo'ldi, mana aka. Polni minut olsa o'g'illar. Chu. Ya poni bo'libdi, mana aka to'g'onlar. Bostirchi. Bosib aytganda bu. Yaxshi. Mana aka to'g'onlar. Poni. O'ta Qana chiq qana poniga. Maşallah. Aka bu toydun bahası qancha toydun bahası? 75. 75 ming so'm aka. Bir yashar bo'ldi qanday? Bir yashar. 75 ming so'm aka. To'g'onlar. Bu Rossiya aka. Paradas. Ha, qanchadan o'tasizlar ularni? O neges. Esi yo'qmi? Esi aytmadimi? Tekizde beri. Oqsa qoldi, patasini olaman. 38 Allah turibdi. 7000 kuyga beraman. 432 mingga chiqibdir bu astronomlar. Buni Verin aytgani. 35'e verin. Bayrak gelip kolun karmagan üçün. Ava, Oldu. Konu tapdın dedi. Hey. Oldu. Titreme. titreme. Oldu. De. Otam üçün 7000 kuyga mal. 38 Yok. ver. Ver. 35 ver 35. Koyup verme. Hey ver 35. Hey. Ver. Ver. Kimin talaştas bu? Ver. Şunu caşını yap. 10 bin kuyga tutar. Ver. 145 milyon alğam. Pazarda Pazardan ne qılar? oho, bas. Oşonçu pata versin de adam 7000 kuyga 38 versin de. siz 10 bin patalı verin 10 bin. Yeni kara. Yüzününde aç bakın. Şurada 10 bin sonluk 10 bin sonluk patalı alırım 10 bin sonluk. Yoksa kaldın böyle bunda Yerim hey. Ya telefon eken. Yerim 35. 38 olsa verem. Ya koy sen 35. Necalat flotası hava. Ana. Yine mazakını ya. Ha, mana ketdi. Qancha sotildi aka sonda? 37 ga ketdi. Verem hava. Necalat mı? Coşma. O ayı çok. Yaxshi. Buni olmadi aka, oqa. Shu sotildi Oldu to'g'ri. oldu. Oqsa aldab ketadi. Oldu. O yoqda. Ha, bunaqa to'g'rilar. 137 mingga sotildi. O'ta sindiryapti ekan. Yo'q. Yok o kişi olduğunu yok. Siz aytdingiz yok. Hayır. Toydun bahası 90 ming ekan to'g'rilar. 60 ga berib edim deydi mana. Yosh qanday aka? 3 yashar. Ha, bunaqa. Hozir buni otdim bosim. Jashini so'raysiz to'g'rilar. To'sin bu. Ukam, bosi qancha ekan bosi? 200 ming. Jashi qanday jashi? 8 yashar. Maşallah bunaqa. 8 yashar. 200 ming so'm deyapti. Telefon nomerni aytasizmi? Telefon nomeri yo'q o'xshaydi to'g'ri. Bunaqa. Jalon. Babakam boqilib. Qanchaga berasing be? Buna do'stlik kelib bunalardan. Qanchaga chiqdi aka shu? Bilmadim. Qancha qilishdi aka? 250 ga bo'ldi bu. 250 so'm bo'ldi. Ular 250 ming. 250 so'm degan. Odatdan çalıp başlamasın.
Telefon aytib qo'yaymi aka? Aytdi. 73 menen. 05 05 64 89. Şu telefon nomeri çalıp ko'rasizlar. Janada oldin ala da tartib o'xshaydi tuğanlar. Balash terisi çalıp mana 3 yashar ekan. Agar tuğanlar bizden kemchiliklar bo'lgan bo'lsa, kechirim so'raymiz. Sizlar bilan do'stlik kanali bo'ldi. Kanalga qattiq bo'lganlar qattiq olib, qo'llab turibmiz.